Bismillahirrahmanirrahim. Sure Furqan. Nahayeti şefqatlik ve mehribon Allah'ның ismi bilan boshlayman. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira. Bütün jahon ahlini Allah'ның azobidan ogohlantiruvchi bo'lishi uchun bandasiga, ya'ni Muhammad alayhissalomga haq bilan botilni ayirg'uvchi Qur'onni nozil qilgan Allohning barakati buyukdir. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allohning bolasi yo'qdir. Podshohlikda sherikimi yo'qdir. Allah hamma narsani yaratdi. Ondan o'zining xohishi bo'yicha uningga munosib o'lchamni belgiladi. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Müşrikler Allah'ını koyup hech narsani yaratolmaydigan va o'zlari yaratilgan ilohlar, ya'ni butlarga ibodat qildi. Ular, ya'ni butlar o'zlaridan biror ziyonni dab'i qilolmaydi. O'zlariga biror foydani keltirolmaydi. Boshqalarning jinini elishqa, boshqalarga hayot beg'ishlashqa yoki o'liklarni tirildirishga qodir bo'lolmaydi. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. Kafirlar, bu yani Kur'an fakat u yani Muhammed o'zi to'qigan yolg'ondir. Uningga uni to'qishga boshqa bir qavm, ya'ni ahli kitob yordam bergan deydi. Ular payg'ambar alayhissalomga bo'xton choplash bilan uningga zulm qildi va yolg'onni chopladi. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Ular aytdi, bu burunqilarning afsonalaridir ki, ularni u yozdirib olgan, hepsi qilib olish uchun uningga atigan oqshomda o'qib berilib. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. Aytqin ki, uni osmonlardagi va zamindagi sirni bilib turadigan Alloh nozil qildi. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir. Bandalarga nihoyat mehribondir. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. Müşriklar Muhammed aleyhisselamni mesxiri qilib aytdi. Bazarlarda biz tamaq yegandek tamaq yeydigan, biz mangandek menib yuridigan bu qandoq payg'ambar. Uning bilan billa ogohlantiruvchi bo'lish uchun Alloh uningga nimishqa bir farishta avatmidi? أو يلقى إليه كنز
كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Ya onunğa bir xazine berilmedi. Ya onunğa meyvelerini yaydıgan bir bağ berilmedi. Zalimlar, yani kafirlar, sizler fakat sehrlengen bir adamga ergişivatsizlar, dedi. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. Müşriklarning senin üçün nurgun misallarını keltirgenligiga qarag'in. Ular ozdi. To'g'ri yo'l topolmaydi. تباركالذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Allah'ның bereketi büyüktür ki, eğer u xalisa, sana ularning aytqanlaridanmı yaxshi, ostidan o'stanglar eqib turadigan bog'larni va cho'ng saroylarni ato qiladi. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. Yo'q, ular qiyomatni inkor qildi. Qiyomatni inkor qilganlarga biz do'zaxni tayyorladik. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. Do'zax ularni yiroqdan ko'rgan chog'da ular do'zaxning g'azabdan qaynigan va eshakdek hangrigan ovozni anglaydi. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. Ular zanjir bilan bog'langan holda do'zaxning tor yeriga tashlangan chog'da bu yerda ular o'zlarining o'limini tilaydi. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. Ularga bugün sizlar bir o'limni emas, talay o'limlarni tilanglar deyiladi. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. Ularga aytqin ki, shu do'zax yaxshimi yo taqvodorlarga va'da qilingan kirgan kishi mangu qoladigan jannat yaxshimi? Jannat taqvodorlarga berilgan mukofotdir va ularning oxiri boradigan joyidir. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. Ular jannatda xoligan ne'matlardan bahramand bo'ladi. Jannatda mangu qoladi. Bu Parvardigoringdan ishqi oshirish tilinadigan va'dadir. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. Şu günde Allah ularga qo'shib, ular Allah'ni qo'yib cho'qingan narsalarini yig'idi. Ondan Allah ularga, mening bu bandalarimni sizlar ozdirdinglarmi? Ya to'g'ri yo'ldan ular o'zlari ozdimi? deydi. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا.
ibodat qiling'uvchilar aytadi: "Ey Alloh, sen poktursan. Seni qo'yib boshqalarni do'st tutish, ya'ni sendan boshqaga cho'qinish bizga va sening mahluqotingdan hech ahadiga loyiq emas. Lekin sen ularni va ularning ota-bovularini shu qadar ne'matga cho'mdirdingki, ular seni yod etishni unutdi. Ular halok bo'lguchi qavm bo'ldi." فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. Şübihsizki, ibodat qiling'uvchilar sizlarning ularni ma'bud degan so'zinglarni inkor qildi. Ey kuffarlar, sizlar o'zinglardan azobni dab'i qilishqimu va bu balodan o'zinglarni qutuldirishga yordam berishqimu qodir bo'lolmaysizlar. Sizlardan kimki Allohga sherik keltirish bilan o'ziga zulm qiladigan, uningga biz oxiratda qattiq azobni tetitimiz. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. Biz senden ilgiri əvətgən peyğəmbərlərinin həmmisila əlbəttə tamaq yeydi. Bazarlarda menib yürətdi. Bəzinlar bilən sınıdıq. Səvr qılamsılar, yəni səvr qılınlar. Pərverdigarın səvr qılğucular bilən səvr qılmığucularını körüb turğucudur. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. Bizga muloqot bo'lishni umid qilmaydiganlar, ya'ni mushriklar, nimishqa bizga farishtalar tushirilmaydi yoki biz nimishqa Parvardigorimizni ko'rmaymiz deyishdi. Shubhisizki, ular o'zlarini cho'ng tutdi va to'limi haddidan oshdi. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. Ular, ya'ni mushriklar, o'zlarining jinini ilish uchun tushgan farishtalarni ko'rgan kuni gunohkorlarga xush xabar bo'lmaydi. Farishtalar ularga: "Sizlarga jannat haromdir" deydi. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Biz ularning qilgan yaxshi amallarini bir taraf qilib, uni uchib yurgan tozandek qilib etamiz. Ya'ni ular iymonsiz bo'lganlikdan qilgan yaxshi amallarini yo'qqa chiqaramiz. Ashabul jannati yawma idin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila. Ahli jannat bu kunda eng yaxshi joyda va eng yaxshi oromgohda bo'ladi. Wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami wa nuzzila al malaa'ikatu tanzila. Shu kunda osmon bulut bilan birlikda yeriladi. Farishtalar bandalarning nomi amalini elib orqama orqa tushidi. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. Padişahlık bu kunda merhametlik Allah'a xosdir. Bu gün
kafirlarga qiyindir. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Şu günü zalim yani kafir iki kolunu çişlep est peygamber bilen nicatlık yolunu tutsamçu. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. İsit falanını dost tutmagan bolsamçu. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Kur'an bana yetkendin keyin u yani falani meni Kur'andın şek şübihisiz ki azdır deydi. Şeytan insanını azdırıp bulup taşlıp etedi. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Peygamber eğitti. İyi perverdigarım. Şübihisiz ki menin kavmim bu Kur'an'ı taşlandık kılıp koydu. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Şuningdek, yani sana kavmimning mushriklardan düşmanlarni qilgandek, har bir payg'ambarga bir qism gunohkorlarni uning dushmani qildik. Parvardigoring yo'l ko'rsatguchi va yordamchi bo'lishqa sana yetarlikdir. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Kafirlar Kur'an nimishqa uningga yani Muhammad alayhissalomga bir qitimdila nozil qilinmadi dedi. Sening dilingni mustahkam qilish uchun uni parcha-parcha nozil qildik. Uni ayrim-ayrim nozil qildik. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Ular, yani mushriklar, qandaq bir sualni tashlamışsın. Uningga qarata biz sana haq javobni va hammadan go'zal tushuntirishni nozil qildik. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. Ular jahannamga yuzlari bilan suriladi. Ularning joyi eng yomon, yo'li eng ozg'undir. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا. Şübhisiz ki biz Musaga kitap yani Tevratni ata qildik hamda uning qerindishi Harunni uningga yordamchi qildik. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. Ularga bizning oyatlarimizni inkor qilgan qavmga beringlar dedik. U qavm kufrida ching turganlikdan ularni dahshatli turda halok qildik. وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا. Nuhning qavmi payg'ambarlarni inkor qilgan chog'da ularni g'arq qildik hamda ularni kishilarga ibrat qildik. Zolimlarga oxiratda qattiq azob tayyorladik. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. Ad qavmini, Samud qavmini, Ras aholisini va ularning orasidagi nurg'un ummatlarni ham halok qildik.
وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. Har bir qavmga nurg'un misollarni bayon qildik. Vaz nasihat unum bermaganlikdan har bir qavmni halok qildik. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. Ular haqiqatan Şamga berib kelishda yomon yomg'ir, ya'ni tosh yog'dirilgan shahardan o'tdi. Ajaba ular uni ko'rib ibrat olmamdi? Yo'q, ya'ni ibrat olmaydi. Ular qiyomat kuni qayta tirilishni umid qilmaydi. وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا. Ular seni ko'rsa faqat masxira qilib elib, Alloh payg'ambar qilib avatgan mushumu? إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. Agar dinimizda chin turmasak, Muhammad bizning ilohlarimizdan ozdirib etkili toz qoladi dedi. Kimning yo'lining eng xato ishkanligini ular oxiratda azobni ko'rgan chog'da biladi. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. Eytib baqsangchu, nafsi xohishini iloh qilib olgan odamga nafsi xohishiga agishishdan uni saqlash uchun homiy bo'lalamsan? أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. Ularning to'lisini gepingni anglaydigan yoki tushunadigan odamlar deb gumon qilamsan. Ular tushunmaslikda faqat chahar poylarga o'xshashdir. Balki ulardanmi battar gumrohdir. أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا. Parvardigoringning soyini qandoq so'zg'alligini ko'rmadingmi? Agar xolisa uni albatta muqim qiladi. Ondan quyoshni soyiga dalil qildik. Ya'ni kunning chiqqanligini soyining borligiga dalil qildik. ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا. Ondan uni asta yo'qotdik. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. Allah sizlarga kechini libos, uyquni badaninglar uchun rohat qildi. Kunduzni tirikchilik uchun zaminda yeyiladigan vaqt qildi. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Allah rahmetini, yani yağmurni yağdırış aldida shamolni xushxabar qilib avatdi. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. Yağmur bilan o'lik zaminni tirildirish va biz yaratgan hayvonlarni, nurg'un insonlarni suv bilan ta'minlash uchun bulutdan pok suvni tushirib berdik. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Ularni vaz nasihat olsun deb yağmurni ularning orasida taqsim qildik.
ya'ni goh u yerga, goh bu yerga yog'dirdik. İnsanlarning to'lisi Allohga kufrlik qiladi. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. Agar xohlasak, albatta har shaharga bir ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar avatatdik. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Shuning uchun kofirlarga itoat qilmag'in. Qur'on orqali ularga qarshi pakitlarni o'tirg'a qo'yib, barliq kuching bilan kurash qilg'in. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. Allah qudrati bilan biri tatliq bo'lgan daryoni, biri tuzliq bo'lgan dengizni ular bir-biriga tutishang'u bo'lgan holda qo'yibdi. Orlishib ketmasligi uchun ularning orasida parda, to'sma barpo qildi. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. Allah insonni obi ma'nidin yaratdi. Uni balalar nisbat beriladigan va qudi bojiliq paydo qiladigan ayoldan iborat ikki xil qilib yaratdi. Parvardigoring hammaga qodirdir. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. Ular, ya'ni mushriklar, Allohni qo'yib, ularga foydami yetkazolmaydigan, ziyonmi yetkazolmaydigan narsalarga cho'qinadi. Kofir Parvardigoriga osiylik qilish bilan shaytonga yordam berguchidir. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Seni faqat jannat bilan xush xabar berguchi, do'zaxdan ogohlantiruvchi qilib avatdik. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. Aytqinki, men Allohning amrini tabliğ qilganligimga sizlardan hech haq talab qilmayman. Faqat mening tilaydiganim shuki, mening dinimga agishish bilan Parvardigori tarafga yo'l elishni xohlaydiganlar yo'l olsin. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Hamma ishingda o'lmaydigan mangu hayot Allohga yo'langin. Uningga hamda aytish bilan Allohni pok deb e'tiqod qilgin. U bandalarning gunohlarini to'liq bilishda yetarlikdir. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. Allah osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni 6 kunda yaratdi. Ondan arsh ustida o'ziga loyiq ravishda qaror oldi. Allah nihoyat marhamatlikdir. Buni, ya'ni Allohning buyukligini biladigan odamdan so'rag'in. Sana Allohning sifatlarini aytib beradi. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. Ularga, ya'ni mushriklarga, Rahmonga, ya'ni marhamatlik Allohga sajda qilinglar deyilsa, ular Rahmon degan nima? Sen bizni buyurgan narsaga sajda qilamdik deydi. Bu so'z ularni iymondan
teximi yiroqlashtirdi. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. Osmonda burujlarni, yenib turadigan chiroqni, ya'ni kunni va nurliq oyni yaratgan Allohning barakati buyukdir. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Allah o'zining qudratini aslamoqchi bo'lganlar yoki o'zining ne'matiga shukr qilmoqchi bo'lganlar uchun kecha bilan kunduzni olmishib turadigan qilib berdi. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Marhamatlik Allohning yaxshi ko'radigan bandalari zaminda o'zlarini tovan tutib tamkinlik bilan mangadi. Nodonlar ularga yoqtirmaydigan so'z qilsa, ular sizlarga omonlik tilaymiz deydi. Ya'ni gunoh bo'lmaydigan so'zlarni qiladi. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Ular kechalarni Parvardigoriga sajda qilish va qiyomda turish bilan, ya'ni namoz o'qish bilan o'tkazadi. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Ular, ya'ni Allah yaxshi ko'radigan bandalar aytidi. Parvardigorimiz, bizdan jahannam azobini dab'i qilgin. Jahannamning azobi haqiqatan sening dushmanlaringdan ayrilmaydi. إنها ساءت مستقرا ومقاما. Jahannam haqiqatan yomon qarorgohdir, yomon joydir. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Ular, ya'ni Allah yaxshi ko'radigan bandalar xarajat qilganda isrofchilikmi qilmaydi, bexillikmi qilmaydi, o'ttir hol xarajat qiladi. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Ular Allahqa ikkinchi bir ma'budni sherik qilmaydi. Allah harom qilgan nohaq odam o'ltirish ishini qilmaydi, zina qilmaydi. Kimki bu gunohlarni qiladi ekan, oxiratda u jazoga uchraydi. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Qiyomat kuni uningga hassilab azob qilinadi. U mangu azob ichida xorlangan holda qoladi. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Faqat ularning ichidan bu dunyodagi cheg'ida tavba qilgan, iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarla bu holda qolmaydi. Allah ularning gunohlarini yaxshilikka almashtirdi. Allah to'limi mag'firat qilg'uchidir va marhamat qilg'uchidir. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. Kimki gunohlariga tavba qiladigan va amalini tuzaydigan, u Allohga yuzlangan bo'ladi. Ya'ni Allah uning tavbasini qabul qilib, uningdan rozi bo'ladi. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا
باللغو مروا كراما. Ular, ya'ni Alloh yaxshi ko'radigan bandalar yolg'on guvohlik bermaydi. Yomon so'zni anglab qolgan chog'da oliy janoblik bilan o'tib ketadi. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. Ularga Parvardigorining oyatlari bilan vaz nasihat qilinsa, goz ko'r bo'lib olmaydi. Ya'ni uni berilib ixlos bilan anglaydi. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Ular, ey Parvardigorimiz, bizga ayollarimiz va avlodlarimiz orqali shodlik beg'ishlashingni, ya'ni bizga sana itoatman farzand ato qilishingni tilaymiz. Bizni taqvodorlarning peshivosi, ya'ni taqvodorlarning namunasi, yaxshilikka da'vat qilguvchi qilg'in deydi. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. Ani shular savrlik bo'lganligi uchun jannat bilan mukofotlanadi. Ular jannatda farishtalar tarafidan qilingan duo va salom bilan qarshi elinadi. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Ular jannatda mangu qoladi. Jannat nima degan go'zal qarorgoh, nima degan go'zal joy. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. Aytqinki, agar sizlarning duoyinglar bo'lmasa, Parvardigorim sizlarga parvo qilmaydi. Ey kofirlar, payg'ambarni inkor qildinglar. Oxiratda sizlar qutulolmaydigan azobga duchor bo'lasizlar. Qur'on Karim abdi tali